Voy, nima bo'lishi mumkin? Yo, inog'or nima taqilladi? Turib akam chaqirib keldilarmi deyman-a meni. Tabiat xatosi bo'lsa kerak-da. Tabiat xatosi emas, hodisasi degan qizim. Lekin shu paytda tabiat xatosi bo'lib turadi, otajon. Shuncha yil yashab bilmagan ekanman-da tabiat xatosi, hodisasi bo'lishini. Nimamcha shovqin qilasiz, Jimmy? Shuncha chaqiraman, bitta chiqmaysan, ha? Dadam oldimga o'ttiruvdilar. Dadangga aytib qo'ygin. Dadang ayangni oldiga o'tsin, san oldinga o'tmasin. Dadamni bilmaysizda jahllari yomon. Dadangni 7 urug'ini olib kelgin, qo'rqmayman, aymi javob? Yep, padaringga rahmat. Yozda kunda suv o'tibchyaptimi? Dada, yana bir tabiat xatosi bo'ldi-da menimcha. Bu tabiat xatosi ham uyimizga yomon ko'p o'ralashdi-da. Bugun nima deb chaqirsam-ekin, ha? Bul! Vazira! Vazira! Nima bo'lyapti? Nima shovqin? Dada, ko'rmaysizmi, tabiat xatosida bu ham bir. Daydi kuchlar akillab yotibdi. Daydi kuchuklar seni otingni biladimi? Bilmasam, Chiqmaysan, ha, chaqirsa. nima keldingiz? Dadam asabiylashib yotibdilar. Dadangga ayt, ko'p o'zidan ketmasin, ey. Menga qancha azob bersa, to'ydan keyin senga shuncha azob beraman, bilasanmi? Yo'q-e. Ha, agar ana shuni qilaversa bor-ku, seni ko'tarib o'g'irlab olib chiqib ketaman. O'zi 30 kilo zo'rg'a ko'tarasiz, men 90 kilo. Qanday qilib ko'tarib olib chiqib ketasiz? Ha, lekin bu yerga ham bor. Dadang shu ko'tarib olib chiqib ketolmasligimni ham biladi-da, ishonadi shunga. O'sha uchun menga qattiq gapiradi. Arriqla sal.